Amirsoy va Zomin kayfiyati va qulayliklarni beradigan yana bir joy bor desam ishonasizmi? Unday bo'lsa, Shahrsabzning Miraki shaharchasida tashkil qilingan rezort dam olish zonasi haqida hikoya qilib beraman. Dam olish zonasi ochilganiga 2 oydan oshibdi. Kanat yo'lining uzunligi 2200 metr va borib kelish narxi 80 ming so'm ekan. 1000 metrdan balandga chiqargansiz, tepadan tog' va Isarak suv omborining go'zalliklarini ko'rish mumkin. Go'zal osmon bag'rida tog' burgutlari bilan birgalikda sayr qilib tepaga chiqasiz. Yuqorida manzara yanada betakror. Beixtiyor qo'shiq aytib yuborasan kishi. Tog'da ochilgan Shabboda kafesida 2 kishi bor yo'g'i 100 ming so'mga tushlik qildik. Tabiat manzaralariga mast bo'lib yana ortga qaytdik va yaqindagina ochilgan Miraki Resort dam olish maskani sharoitlari bilan tanishdik. Komfort mehmonxonalar, zamonaviy restoranlar, sauna, basseyn, xullas hamma narsa bu joyda mujassam va narxlari Zomin va Amirsoydan 2-3 barobar arzonligi meni hayron qoldirdi. Xullas Mirakiga tashrif buyurib, shirin xotiralar olib keting, lekin yomon xotiralaringizni ham o'zingiz bilan olib ketish esingizdan chiqmasin. Tabiatni asraylik do'stlar.